Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan yaqinlarimiz. Mana hozir kechki soat 10 bo'lishiga qaramasdan akalarimiz hali ham ish jarayonida. Bu yerda biz ishlarimiz bitta uyda polni jihozlashga olganmiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kuxnyamiz xudo xolisa bitgan holati. 1-2 kunda kuzatib tursanglar, albatta buni to'liq holatda uстановка bo'lgan jarayonini ham sizlarga qo'yib boramiz. Albatta bu bilan kichikroq obzor qilib beramiz. Kuxnyamiz to'liq holatda high-tech bo'lgan, tomlariga ham e'tibor berishingiz mumkin. To'rlik katta mustahkam tomlardan bo'lgan, ishib ketmaydigan, suvga chidamli, har qanday holatda chiroyli vazifa yaratib beradigan. Xaladorlarimizga ham bir baho berishingiz mumkin. Polni o'z tortib oladigan vakuum holatda, eshiklarimiz ham mana tepa antrsorlarimizni surganda ochiladigan qilib davutchilarni qo'yib berganmiz. Xudo xohlasa mana bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, hop, ikkita yakkali spanlimiz tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa buni endi ertaga to'liq holatda o'rnatilgandan keyin sizlarga albatta obzorni tayyorlab qo'yib boramiz. Mana bu yoqda yakkali spanlimiz kallalari. Ko'rishingiz mumkin, bir baho berasizlar. Kallalari to'liq yumshoq holatda, ancha-muncha bosh tegib ketib, hazil-huzul bo'lganda ham bosh og'rimaydigandan, ancha mustahkam bo'lgan, sinib ketmaydigan, chiroylisidan bo'lgan. Bu yerda perexoshkamizni vishelkalari joylashgan, bemalol ko'taradigan og'ir narsalarni ham, paltolarni ham, boshqa narsalarni ham, kurtkalarni ham ilsa bo'ladigan, ko'taradigan mustahkamdan. Buni ham orqasi xuddi shunaqa. Ancha-muncha sirpani boshqa bo'lib o'tirganda ham bosh tekkanda og'rimaydigandan bo'lgan. Bu tarafda mana xuddi shu spanlimizni tumbalari joylashgan. Mana ikkita tumba yasab berganmiz bu tumbalarimiz. Xo'p, mana bu yerda perexoshkamizni asosiy shkafi joylashgan. Bu yerda mana bir tomonini to'liq holatda polkali qilib berganmiz. Ancha-muncha kiyimlarni taxlab bemalol solib foydalanish mumkin. Va bu tomoniga o'tadigan bo'lsa, bu tomonda hozir pustoy holatda, ertaga xudo xolasa to'lig'ini qo'yamiz. Bu yerda tepamizda hozir vishelka bo'ladi, kiyimlar uchun ancha. Bu pastda shimlar uchun vishelkasini joylashtirib beramiz xudo xohlasa. Albatta kuzatishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar, like va podpiskani bosishni unutmanglar.